Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida mana shunaqa sharshara bor. O'tgan gal video qildik. Sharsharaning oxiriga kelmagandik, mana yana oxiriga keldik. Bundan tepasi ham bor. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Jovuz qishlog'ida mana shunaqa sharshara bor. Yana qayerda bor? Bunaqa manzarani topish qiyin. Tabiiy toza suv muzdek chiqadi. Yozda sal unchalik sovuq emas, yozda juda muzdek bo'ladi. O'sha tog'lar orasidan tepada qor ham sekin-sekin eriyapti. Hozir yana teparoqqa boramiz. O'rtoqlar, mana sharshara. Davomi pastda. Ishonmaganlar uchun mana bunaqa sharshara hozirgi paytda topish juda qiyinroq. Hamma sharsharani oxiriga qiziqayotgan bo'lsa kerak. Menimcha oxiriga keldik deb o'ylayman. Mana suv mana shunday chiqadi adashim. Ko'rganingiz mumkin. Hammasi bu yoqdan chiqmayapti, yarmi chiqyapti. Yarmi tepadan chiqyapti. Hozir tepaga ham boramiz. Uy suv kamayib ketyapti tepaga qarab. Chunki asosiy suv pastdan chiqadi mana. Bu yoq kamayib Toshdan ham suv chiqyapti, qaranglar. Tomchi chiqyapti. Toshdan ham chiqyapti. Shu sharsharani tugash. Tepaga qarash. Lekin manzara bomba. O'rtoqlar, sharsharani tepasiga chiqdik. Mana past taraf. Telefonni qo'ldan qasam ko'rsatyapti. Mana shundan. Hozir telefon bu yog'i bilan ko'rsataman. O'rtoqlar, mana qor. Qancha qor kerak? Qor kerakmi deydi-yu. Yoshligida qor o'ynagan bo'lar. Mana hech qor ekan. Bunga nima qilaman? Aslan kelyapti. Qor yo'q deganlar uchun mana 24-aprel qorni balandligi 1 metrdan oshiq. Ko'ryapsizlarmi? Qor yo'q. Qashqadaryo juda qalin qorlar bor. Narigi tomon. To'qqarida qorni qaraydi.
ko'rishlaringiz mumkin. Uzun video bo'lingan shortsga sig'madi, katta video qilib qo'yaman. Xudo xohlasa.